Men Suhayla Abdurahmon, Malayziya Milliy kutubxonasidan tashrif buyurdim. Biz konferensiya oldi bo'layotgan tadbirdamiz. Menga bu imkoniyat berilganidan va Central Asia konferensiyasida qatnashayotganimdan juda ham xursandman. Bu raqamli asrdagi Malayziya kitobxonlik madaniyati haqida o'z tajribalarimni almashayotgan hayotimdagi birinchi konferensiya hisoblanadi. Men Janubiy Osiyo mamlakatlari vakili sifatida ushbu konferensiyada boshqa davlat vakillari bilan raqamli asrda kitobxonlik madaniyati haqida tajriba almasha olishimdan juda ham xursandman. In the digital age with other participants in this conference. Hello, my name is Anja Flicker. I'm director of the Cologne Public Library that is in Germany. Salom, mening ismim Anja Flicker. Germaniyadagi Köln shahri kutubxonasi direktoriman. Men O'zbekistonda ekanligimdan va ertangi kungi konferensiyada qatnashayotganimdan juda ham xursandman. Kecha men milliy kutubxonaga tashrif buyurdim. Menga Germaniyada va bu yerda kutubxonalarda qanday yangiliklar bo'layotganini bilish juda ham qiziqarli. Ayniqsa men ertangi kungi konferensiyaning kutubxonalarda sun'iy intellekt nomli seksiyasiga hamda mutolaa madaniyatiga oid bo'ladigan tajribalarga juda ham qiziqyapman. Meni taklif qilganingiz uchun O'zbekiston Milliy kutubxonasiga minnatdorchilik bildiraman va muvaffaqiyatli konferensiya bo'lishini tilab qolaman.